16-savol. Masalani ishlang, javobingizni javoblar varaqasiga yozing debdi. Mis kuporosini ma'lum haroratdagi eruvchanligi 50 ga teng. Mis kuporosini 750 gram to'yinga eritmasi 25% bariy tuzi eritmasidan 832 gram sarflanganda cho'kma tushishi to'xtatildi. Hosil bo'lgan yangi eritma 10% ekanligi ma'lum bo'lsa, ikkita ma'lumot topish kerak ekan. Birinchisi, 25% eritmadagi bariyli tuzining molyar massasini, ya'ni qaysi tuz ekanligini topish kerak va qolgan eritmani massasini gramda toping debdi. Ikkita javob yozish kerak. Xo'sh, birinchi mis kuporosini eruvchanligi 50 degani 100 gram suvda 50 gram mis kuporosi eriydi degani. Mis kuporosi bu mis sulfat ko'paytiruv 5 ta suv bo'ladi. Shu tuzni 100 gram suvda plus 50 gram mis kuporosi eritilsa, kuporo deb yozib qo'yaman. Bu yerda kelib chiqadi 150 gram to'yinga eritma kelib chiqadi, eritma. Bizda shunaqa eritmadan 750 gram mis kuporosini to'yinga eritmasi bor ekan. 750 ni ichida qanchasi mis kuporosi, qanchasi suv bo'lishini topib olamiz. Shunda xo'sh, 3 marta ko'pmi? 4 marta, 5 marta ko'p ekan. 5 marta ko'p bo'lsa 250 gram mis kuporosi va 500 gram suv bo'lgan ekan. 750 ichida. Endi mana bu 250 gram mis kuporosini ichidagi tuzni o'zini topib olamiz. Mis kuporos faqat tuzni o'zi emas, mis sulfat ko'paytiruv 5 mol suvli kristal gidrat bo'ladi. Xo'sh, molyar massasi 160 tuz bo'ladi, 5 ta suv 90 bo'ladi. Hammasi 250 bo'ladi. Gramda molyar massasi. Bizda ham mis kuporosi eritmaning ichida 250 gram bor ekan. Buni qanchasi suv, qanchasi tuz desa 160 mis sulfat, 90 suv kelib chiqadi. Endi 160 gram mis sulfat bo'lgan eritmaga 25% 832 gram bariyli tuz qo'shilibdi. Demak, shu mis sulfat eritmasiga qo'shamiz bariyli tuz. Bariy va A kislota qoldiq bo'lgan noma'lum kislota qoldiqli tuz. Va cho'kma tushish to'xtadi degani bariy sulfat cho'kmaga tushadi. Oq cho'kma va misni tuzi kelib chiqadi. Misli tuz, mana bu A kislota qoldiq anion ya'ni. Xo'sh, shu yerda endi mana bu mis sulfat massasi 160 gram reaksiyaga kirishgan. Mana bu bariyli tuz esa 832 gram eritmani 25% bariyli tuz. Mana bu yerda topib olamiz. 832 eritmani 25% tuz bo'lsa 25% ko'paytirib 100 ga bo'lsa eritmadagi tuz massasi kelib chiqadi. 208 gram kelib chiqish kerak, 4 marta kichik bo'lgani uchun. Demak, 160 gram mis sulfat bilan 208 gram bariyli tuz reaksiyaga kirishgan ekan. Molyar massasi mis sulfat 160 bo'lsa, demak mana bariyli tuzning molyar massasi ham 208 ga teng bo'ladi. Mana bu proporsiya qilib ishlasa. 208 dan bariyning massasini 137 dan ayirib tashlasa, bariyning massasi qolgan qoldiq bu kislota qoldig'iga bo'ladi. 71 qoldiq qoladi, bu kislota qoldiq. Qaysi kislota qoldig'i 71 bo'ladi desa, bu xlorid qoldig'idan ikkitasi 71 ga teng bo'ladi. Demak, bu tuz bariy xlorid tuz bo'lgan. Demak, bariy xlorid tuz bo'lsa, mana bu kelib chiqqan mis ham mis 2 xlorid tuz kelib chiqqan bo'ladi. Mis xlor 2 degan tuz kelib chiqqan. Xo'sh, endi birinchi javob topdik. 25% eritmadagi bariyli tuzning molyar massasini top degan. Demak, mana bu yerga 208 degan javob yozishimiz kerak ekan. Birinchi savolning javobi molyar massasi 208 gram taqsim mol bo'lgan tuz, ya'ni bariy xlorid tuzi ishlatilgan savolda. Endi qolgan eritmaning massasini gramni top degan. Qolgan eritmani qanday topamiz? Xo'sh, ikkita eritma aralashtirganda to'g'ri hosil bo'lgan eritma cho'kmaga tushgan moddani ayirib tashlasa, qolgan eritma kelib chiqadi. Cho'kmaning molyar massasi bariy sulfat 233 bo'lganda necha gram cho'kma tushadi desa 233 cho'kma tushadi. Endi hosil bo'lgan eritmani topish uchun
hosil bo'lgan eritma massasini topish uchun birinchi eritmamiz mis kuporos eritmasi 750 gram edi. Bunga qo'shilgan bariyli tuz 832 gram eritmasi qo'shilgan va shunda 233 gram cho'kma tushgan. Shuni ayirib tashlasa qolgan eritma kelib chiqadi. Bu ikkitasi 1582, 233 ni ayirsa 1349 kelib chiqadimi? 49 gram bu qolgan eritma massasi kelib chiqadi. Demak, mana bu ikkinchi javobga 1349 bo'ladi. 1349 gram qolgan eritma. Mana bu savoldagi mana bu 10% ni ishlatmadik. Shuni ham bir tushuntirib qo'yaylik. Hosil bo'lgan eritma foizi 10% bo'lishi kerak degan. Tekshirib qo'yamiz. Hosil bo'lgan eritmada mana bu mis 2 xlorid tuz bor. Qancha borligini topamiz. Molyar massasi 64 ga 71, 135 gram taqsim mol bo'lsa, demak 135 gram mis 2 xlorid tuz bor. Shu tuzni foizini topmoqchi bo'lsak, 135 gram taqsim molni 1349 hosil bo'lgan eritmani massasiga bo'lib olsa va 100 ga ko'paytirsa foizi kelib chiqadi. Endi bu yerda taqriban olingan ekan. 1349 endi 1350 deb olinsa, 135 ni 1350 ga bo'linsa, rostdan 10% eritma kelib chiqadi. Shunda точный emas ekan, ozroq 1 ga kamroq ekan eritma massasi. Baribir shu ma'noni beryapti. Shuning uchun javoblar 208 va 1349 degan javob bo'ladi.